Vaqt o'tyapti, o'sha summadamiz. Lekin ura olmayapmiz. Valyutani evaziga bizni foydamizga dollarga qiladigan bo'lsa kamayib ketyapti. Nima maslahat bera olasiz ana o'sha yerda? Hazrati Usmonning yana bitta gaplari bor. Men klient qaytarmadim degan. Foydani kam sanamadim degan. Bu nima degani? Hazrati Usmon radhiyallohu anhudan so'rashgan. Siz Madinaga kelganingizda birorta narsangiz yo'q edi, hech narsangiz yo'q edi. Hozir Madinadagi eng boy odamsiz. Tijoratdagi bu yutug'ingizda tijoriy asoslarda nimaga amal qilgansiz deganda bir qancha asoslarni aytgan Usmon radhiyallohu anhu. Bittasi kelgan xaridorni qaytarmaganman degan. Xaridor kelsa, narsani so'rasa, ustiga qo'yilgan baho ozgina foyda bo'lsa ham berganman shunga degan. Nimaga desa, tijoratda pul aylanishligida ish bor. Muzlab turaversa, u ko'paymaydi. Ozgina narx bo'lsa ham sotsangiz, yana o'sha pulga boshqa olib kelasiz, yana sotasiz. Ba'zi odam qo'yib qo'yadi, 1 yillab sotmaydi narsasini. Sotmagandan keyin pul aylanmaydi, aylanmasa barakot bo'lmaydi unda. Usmon radhiyallohu anhu aytadilarki, kelgan xaridorni qaytarganim yo'q dedilar. Kelgan xaridorni qaytarganim yo'q. Keyin tijoratni kengaytirishi yo'li foydani har doim ishlatib yormaslik kerak. Foydadan kelib chiqib tijoriy maydonni kengaytirish kerak. Sarmoyani kengaytirib borish kerak. O'zingizga hojatingizni olasiz, ishlatasiz va kengaytirib borishlikni aytganlar. Tijoratchi yana sadaqat qilib turish kerak. Zakot o'zi aslida farz. Topgan pulimizdan 2,5% kambag'allarga berishimiz farz. Lekin undan tashqari o'ziga vojib qilib olishi kerak bo'lgan qismlar ham bor. U nimalar desa, haq kambag'allar uchun ajratib qo'yilgan alohida mablag'i bo'lish kerak. Saxovati bo'lish kerak. Tijoratchining saxovati bo'lish kerak. Doim kimnidir mahallasidami, qarindosh urug'laridami qo'li kalta odamlarga pul ajratib turish kerak. O'sha bilan barakot topadi. Bu tijoriy soha egalari qanday millioner bo'lishi o'rgataman degan treninglar qilib yurishdi-yu. Trening ham ko'payib ketdi lekin. Qanday qilib millioner bo'lishni o'rgataman deb kitob yozibdi bittasi. Keyin o'rtog'iga aytaymish, pulim yo'q, shu kitobni sotib olmish. O'zi birovlarga millioner bo'lishni o'rgatadi, shunchagida hemiri yo'q. Tijoriy boshqa din vakillari, boshqa tuzum, tushunchaning vakillari ham aytadi. Tijoratchi, savdogar pulining qaysidir miqdorini xayriyaga ajratish kerak deydi. Eng katta kompaniyalarga yaxshilab qarab statistikasini ko'ring, hammasi nimagadir pul ajratgan. O'zini e'tiqodidan, o'zini tushunchasidan xayriyaga pul ajratadi. Masalan, Coca-Cola pul ajratadi. McDonald's pul ajratadi. Hamma katta bizneslarni qaysidir foizi xayriyaga ketadi. Xayriyaga sarflangan puldan katta foyda keladi aslida. Nimaga? Chunki siz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan odam sizni istoriyangizga, tarixingizga qaraydi. Tarixingizda sizdan xayriyat puli chiqayotgan bo'lsa, sizga 50% ishonchi oshadi. Siz bilan tijorat qiladi, savdo qiladi. O'ylamagan joyingizdan rizqingiz kengayadi. Shuning uchun aslida bu tarbiya islomda. Musulmonlarda alohida bitta tijorat foydalaridan mablag' ajratib qo'yishligi kerak. Yana tijoratchi payg'ambar alayhissalatu vassalomning va'dalariga umid qilaroq bir odam narsa sotib oldi sizdan, lekin unga shu sotib olgan narsasi kerak bo'lmay qoldi. Qaytib olib keldi sizga. Aytdiki, shuni men dedi sizdan sotib oldim, shuni qaytib olsangiz dedi. Shunda qaytib olgan tijoratchini Alloh taolo qiyomat kunida gunohlarini qaytib oladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu va'dani berganlar. Tijoratchi aslida majbur emas. Sotdingiz, yuzini o'girib ketgandan keyin savdo tugadi. U 12 pul sizniki. Lekin u nadomat qilib keldi. Molga zarar yetmagani u ishlatadigan bo'lmay qoldi. Yoki unga pul kerak bo'lib qoldi. Olib kelib sizga shuni oling desa, tijoratchi mana shu o'rinda kengbag'irlik qilish kerak. Olsin, chunki buni tijorati kimgadir yana sotib yuboradi. U bechoraning tijorati emas u. Qo'lida qolib ketadi u, sota olmaydi hech kimga.
2 baravar zarar ko'radi. Shuning uchun uni olib sotib olsa, Allohdan umid qilsa, qiyomat kunida Alloh taolo uni gunohlarini qaytib oladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom man aqala min akhihi aqalahulloh deganlar. Kim birodaridan sotgan narsasini qaytarib olsa, iltimos bilan kelganiga, Alloh taolo uning gunohlarini qaytarib oladi deganlar.